Voy Jo'ra, keyin enam kompot ichishga ruxsat berdi, ish payti kam ichsalang bo'ladi deb kechamiz. Voy Jo'ra, kakira zo'r ketyapti, havochi ham bulutchi. Voy Jo'ra, endi yaxbaqa jalonlamay bor-ku, qo'rqmay kompot ichsang bo'ladi. Chunki enam kompot ichishga ruxsat berdi, qara. Ketadi. Voy Jo'ra, o'zi kompotchi borku zo'r bo'ldi-ku, abitga o'zi nima ovqat qilyapsizlar? Voy, faqat jutimda o'ylaysan, ha? Hali bir ketma chopqaning emas-da. Abitga nima ovqat qildilar deysan. Sen meniki hashara kelganmisan yo osh jutqani kelganmisan? Jo'ra, shunda so'rayapman-da, shu yaxshiroq ovqat bo'lsa, yaxshiroq ishlayman. Agar oddiyroq bo'lsa, men ham oddiy ishlayveraman-da, kuchimga qara. Tezsiz bu dagan xona bitta jiyansini chopib tasha. Jo'ra, bitta emas, ikkita jiyonni chopib taylayman. Mana bu ishini qo'yaq, Jo'ra. Traktor bilan chopmaysan, mana ketlam bilan chopsan. Tushundingmi? Bu hamma joyini o't bosyapti. Jo'ra, to'g'risini ayt, abitga nima ovqat qilyapsizlar? Shunda qorin ochib ketdi. Hozir jonga dedingda, sen ham nima ovqat qilyapsizlar deb. Ana Gulchir xolam tug'gan ekan. Shunga enam bitta atala qilib boryapti, qora atala. Shundan ichamiz. Qo'rqma, ichiga tuxumi ham bo'ladi. Yo, o'lgida ishlaysan borku, atala qilib beradi. Men senga nima atala uchun hasharga keldimmi? Men senga tug'gan ayolmanmi atalak? Men senga hashar pashar olmayman. Endi och qilsang hasharga kelaman. Hashar bo'lmasang bo'lma, bor yo'qmi, qayma. Lekin har gapingga demay gapir, qayma, men Gulchir xolam sendan qolib ketadi. To'xta. Chala bardasti safedi chala dor, ama soidi chala osh tizot.